Bismillahirrohmanirrohim. Hammamiz ona haqida juda ham ko'p she'rlar, qasidalar bitamiz. Onamizni eslab sog'inamiz. Onamizga erkalik qilamiz. Hatto yoshimiz katta bo'lib qolganda ham onamiz peshonamizdan o'pib, qo'zichog'im deb erkalatadi. Lekin otalar bunday qilmaydi. Bu degani azizlar, otangiz sizni yomon ko'radi degani emas. Otaning muhabbati onanikidan kam emas. Lekin ota erkak bo'lganligi uchunmi, oila rahbari bo'lganligi uchunmi yoki bunga odatlanmagani uchunmi bildirmas ekanda. O'zimiz ota bo'lib bildik buni. Farzandimiz uchun mehr emas azizlar, jonimizni berishlikka rozi bo'lgan paytimizda otajonimizni eslaymiz. Otam ham menga shunday mehribon bo'lgan ekanlar-u, lekin payqamagan ekanman deymiz. Aslida ota juda mehribon. Internetda bir maqola o'qib qoldim. Sizlarga ham uni ilindim. Oliygohlardan birida professor, ustoz shogirdlariga ota kim degan savolni tashladi. Javoblar turlicha bo'ldi. Har kimning javobidan o'z otasiga bo'lgan muomalasini bilish mumkin edi. Javoblarning ichida juda chiroylilari ham, juda oddiylari ham bor edi. Lekin ustozning yodida saqlanib qolgan va unga qattiq ta'sir qilgan quyidagi javob ekan. Ota, sen uni tuflisini kiyasan. Ammo tufli katta, oyog'ing esa kichik bo'lgani uchun o'zingni eplay olmay yiqilib tushasan. Sen uni ko'z oynagini taqasan va ko'z oynakni senga ancha katta ekanligini his etasan. Sen undan mashinasining kalitini so'raysan. O'zingni otang o'rnida tasavvur qilib, mashinani boshqarmoqchi bo'lasan. Xayolingga bir narsa kelib, otangga telefon qilasan. U o'z ishi bilan band bo'lsa ham sen bilan gaplashadi. Uyga qaytgach seni bag'riga bosib, mehr bilan quchib, yuz ko'zlaringdan o'padi. Biroq sen bilmaysan, o'sha kuni otang rahbari tanbih bergan bo'lishi yoki o'zini she'riga dilini og'ritgan bo'lishi, yoxud sizlarni nafaqangiz unga biroz og'irlik qilgan bo'lishi mumkin. U ishdan kelgan zahoti sen astagina, otajon, menga pul bering, qand olaman deysan. U esa, qo'zichog'im, ertaga ishdan qaytishda o'zim olib kelaman deb javob beradi. Ertasi kuni ishxonada tinimsiz ishlagani, issiqda toliqqani, turli odamlar bilan muomala qilaverib holdan toygani uchun seni talabingni unutib ishdan charchab keladi. Sen undan, otajon, qand olib keldingizmi deb so'raysan. Shunda u charchaganini ham unutib, senga qand olib kelishligi uchun qalbi qo'ri bilan ko'chaga chiqadi. Bugun esa sen tuflisi eskirgani uchun kiymaysan. Uni kiyimlarini, fikrlarini, mashinasini eskirgani uchun yerga urasan. Axir sen o'rtoqlaringga zo'r mashina bilan maqtanishing kerak-ku. Uning mashinasi esa maqtanishga arzimaydi. Uning gaplari ham senga yoqmaydi. Uni qaltiroq qo'llari bilan qilgan harakatlardan jirkanasan. Agar uyingga og'aynalaring mehmonga kelsa, otangning borligi senga malol keladi. Ish qilib og'aynalarimning ko'zi otamga tushib qolmasin degan hadik bilan o'tirasan. Kech qolsang, xavotir olib senga qo'ng'iroq qiladi. Otangning bu ishi senga seni bezovta qilayotgandek, halal berayotgandek, holi joningga qo'ymayotgandek tuyuladi. Agar u senga qayta telefon qilsa, telefon go'shagini ko'tarmay ham qo'yaverasan. Uyga juda kech qaytganingda hayotda mas'uliyatli bo'lishing uchun u seni koyisa. Zero u hali ham seni tarbiya qilishda davom etmoqda. U o'z mas'uliyatini his etmoqda, chunki u senga javobgar shaxs. Har bir javobgar shaxs esa o'z qo'l ostidagilarga mas'uldir. Sen unga ovozingni ko'tarasan. So'zlaring bilan uni qiyin ahvolga solib qo'yasan. Otang esa indamaydi. Yo'q, sendan qo'rqqanidan emas, seni muomalangdan hayron bo'lganidan, sendan bu ohangdan javobni kutmaganidan jim bo'lib qoladi. Kecha yigitlik chog'larida seni yelkasida ko'tarib yurar edi. Bugun esa sen undan juda ham baland bo'lib ketding. Kecha sen zo'rg'a gapirar, harflarda xato qilarding. Bugun esa seni hech kim jim qila olmaydi. O'sha kunlarni unutdingmi? Senga har qancha qo'pollik qilsa ham, seni har qancha holi joningga qo'ymasa ham, seni har qancha koyisa ham, sen indamay tur. Axir u seni otang.
Seni go'dayligingda, g'o'rligingda, hech narsani bilmaydigan paytingda bag'rida ko'tarib yurganidek, endi sen ham uni kasalligida, qariligida ko'tarib yur. Unga qo'lingdan kelgan barcha yaxshiligingni qil. Sendan boshqalar o'tib ketgan otalarini qayta ko'rish ilinjida otamni yana ko'rarmikanman degan orzuda yashamoqdilar. Mendan kimni yaxshi ko'rasan deb so'rashdi. Ularga shunday javob berdim: mening tug'ilishimni 9 oy kutgan, tug'ilganimda dunyolarga sig'may meni katta xursandchilik bilan kutib olgan, qarib kasal bo'lib yotib qolgunicha meni tarbiya qilgan insonni yaxshi ko'raman. U shunday insonki, unga bo'lgan muhabbatim qalbimda abadiy yashaydi. Barcha odamlardan uzr so'rab shuni aytmoqchimanki, hech kim otamga o'xshamaydi. Allohim kimni otasi vafot etgan bo'lsa, uni kechirgin, unga rahim qilgin, uni joyini jannatlardan qilgin. Amin. Allohim kimni otasi hayot bo'lsa, uni umrini toatingda uzun qilgin, g'amlarini aritgin, o'zingni rahmating bilan uni o'rab olgin. Amin. Ha azizlar, biz otamizsiz hech kim emasmiz. Ular bo'lmaganlarda biz ham bo'lmasdik. Shuning uchun qadrlarga yetaylik. Qul kabi ularning xizmatlarida shay turaylik. Ertaga hidlariga, bosgan izlariga zor bo'lamiz.